Assalomu alaykum, Tunikov ustakalar. Navbatdagi stanogimiz tayyor bo'ldi. Bu 1.5 ga 1.5 56-36 bukaydigan stanogimiz. Bittada ikkita qayradi. Bo'lutni yechib qo'ysa 90 ham bukadi. Bu mini peshina bukaydigan deyiladi. Bitta dela fasonimiz qaytisi tayyor bo'ldi. Buni Toshkentga yasab berdik. Podyomi 5, yelkasi 9, 1.5 quloq. Keyin bu yoqda yana palma fasonimiz stanoklari. Bu nayza lentani qaytsa, bu palma fasonda ikkala burchagini birdan kesadi. Katta kesadi, bu yoqqa kichkina kesadi. Bitta yana dela fasonimiz, bu kichkina qotirib ishlatadigan bukaydiganimiz. 90 bukadi. Bitta yana palma fason stanoklari bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Keyin mini segmentimiz ham bor. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilasizlar, chiroyli qilib yasab beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvoyda tumanida. Video ostiga nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.